Qon bosimini o'lchaganimizda ikkita son bilan ifodalaymiz. Misol uchun 120 ga 80. Bu yerda 120 qon bosimi yurak qisqarganda qonni yurakni chap qorinchasidan tomirlarga chiqarib bergandagi hosil bo'ladigan bosim. Buni biz sistolik qon bosimi deb ataymiz. Sistola degani qisqarish degan ma'noni anglatadi, ya'ni yurak qisqarganda hosil bo'ladigan qon bosimi. 80 yurak bo'shashganda, yurak kengayganda, yurak bo'shashganda qonni tomirlarga ko'rsatadigan bosimi hisobiga hosil bo'ladi. Buni biz diastolik qon bosimi deb ataymiz. Bu yurakning diastala fazasida, ya'ni bo'shashish vaqtida yuzaga kelganligi uchun buni aynan shu nom bilan ataymiz. Mana shu sistolik yuqori va diastalik pastki qon bosimi o'rtasidagi farqni biz puls bosimi deb ataymiz. Puls bosimi normada 30 dan 50 gacha bo'ladi. Puls bosimida mana shu qiymatlardan past bo'lishi yoki mana shu qiymatlardan yuqori bo'lishi yurak qon tomir kasalliklari, tomirlardagi o'zgarishlarni erta aniqlash nuqtai nazaridan ahamiyatga ega. Misol uchun bemorlar tomonidan ko'p aytiladi, meni davlenam 120 ga 100 ekan yoki 150 ga 120 ekan yoki bo'lmasa bosimlar farqini juda katta bo'lishi, 120 ga 60 yoki 150 ga 70 ekan qon bosimim degan ko'p savollar uchraydi. Demak, bugun aynan mana shu haqida, qachon, qaysi holatlarda, qaysi kasalliklarda bu bosim farqi kichik bo'ladi, qaysi holatlarda va yana qanday kasalliklarda bosim farqi yuqori bo'ladi, mana shu haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda sistolik va diastolik qon bosimidagi farq qachon kichik bo'ladi, qaysi kasalliklarda, qaysi holatlarda, mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Demak, birinchi eng ko'p uchraydigan sabablar bu tomirlarni devorini qattiqlashi, elastikligini kamayishi. Mana shu holatlarda diastolik qon bosimi yuqori bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu tomirlarda o'sha aterosklerotik o'zgarishlar yoki kalsiy hisobiga kalsifikatsiyalanish tomirlar devorini qattiqlashiga sabab bo'ladi va tomirlar elastikligi kamayadi va diastolik qon bosimi yuqori bo'ladi. Ikkinchi eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu surunkali yurak yetishmovchiligi. Ma'lumki, yurakni nasos funksiyasi mavjud, qonni o'ziga so'rib olish va qonni otib berish. Sistola vaqtida yurak qisqaradi, qonni tomirlarga otib beradi va diastola vaqtida esa yurak bo'shashishi kerak, qorinchalari kengayishi kerak va qonni bo'lmachalardan o'ziga qabul qilish kerak. Mana shu holatlarda qorinchalarni bo'shashishi buziladigan diastolik disfunksiya deb ataladigan surunkali yurak yetishmovchiligining turida qon bosimi diastolik, ya'ni pastki qon bosimlari yuqori bo'lishiga sabab bo'ladi. Uchinchi eng ko'p uchraydigan sabablar bular aritmiyalar, taxikardiyalar. Bo'lmachalar fibrillatsiyasini taxistolik shaklida qorinchalarning haddan tashqari tez qisqarishi diastola, ya'ni yurakni bo'shashishiga vaqtni kam qoladi. Sistolik qon bosimi, ya'ni yuqori qon bosimi saqlanadi va diastolik qon bosimi ham yuqoriligicha qoladi. Chunki bunda yurakni qorinchalarini erkin bo'shashishi diastola uchun vaqt juda ham kichaygan bo'ladi. To'rtinchi eng ko'p uchraydigan sabablar bu buyrak kasalliklari. Buyrak to'qimasiga kirib boradigan tomirlarda ateroskleroz rivojlanadigan bo'lsa, shu holatlarda ham mana shu pastki davleniyani, pastki qon bosimini yuqori bo'lishiga sabab bo'ladi. Beshinchi yana eng ko'p uchraydigan sabablardan biri bu aortal klapana stenozi. Ya'ni aortal klapani toraygan bo'ladi. Bunda o'sha toraygan qismdan yurakni chap qorinchasi qon haydab chiqaradi. Bunda ham o'sha diastolik qon bosimi yuqoriligicha qoladi. Oltinchi eng ko'p yana sabablardan biri bu hayot tarzimiz bilan bog'liq. Kam harakatlilik, sigaret chekish, alkogol iste'mol qilish, ortiqcha tana vazni, semizlik bo'lganda ham yoki bo'lmasa haddan tashqari stresslar ko'p bo'lganda ham mana shu diastolik qon bosimi yuqori bo'lishi mumkin. Ortiqcha tana vazni, semizlikda shakllanadigan o'sha yog' to'qimalarini ham qon bilan ta'minlash nuqtai nazaridan kapillyarlar tomirlar tizimi shakllanadi va yurakka bu qo'shimcha yuklama mana shu shakllangan tomirlarni ham, mana shu yog'larni ham qon bilan ta'minlash nuqtai nazaridan yurakka yuklama tushadi va diastolik qon bosimining yuqori bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi holatimiz puls bosimini baland bo'lishi. Biz
Sistalik va diastalik qon bosimi orasidagi farq 60 dan baland bo'lsa, demak, yuqori puls bosimi haqida gapirishimiz mumkin. Bu qaysi holatlarda bo'ladi? Bunda ham birinchi sabab tomirlarni, demak, ateroskleroz hisobiga elastikligini kamayishi. Aterosklerozning jarayoni boshlanishida nisbatan diastalik qon bosimi yuqoriligicha qoladi. Ateroskleroz jarayoni rivojlangan sari, demak, bu sistalik qon bosimiga ham ta'sir ko'rsatadi va orasidagi farqni oshirishi mumkin. Ya'ni tomirlarda elastiklikning kamayishi, devorlarning qattiqligini oshishi mana shu holatga olib keladi. Ikkinchi holat yurak aortal klapanini yetishmovchiligi. Ya'ni sistola vaqtida yurakda sistola vaqtida qon aorta orqali uzatiladi. Bu yerda aortal klapan to'liq ochiq holatida bo'ladi. Diastala vaqtida esa bu klapan yopilishi kerak va qonni ortiga qaytib yurak qorinchalariga quyilishini oldini oladi. Mana shu aortal klapanning yetishmovchiligi bo'lganda ham bu klapanlar to'liq yopilmaydi. Qonning ma'lum qismi diastala vaqtida orqaga qorinchalarga qaytishi va bu diastalik qon bosimini pastligiga va sistalik qon bosimini yuqoriligiga sabab bo'ladi va farq pulsovoy bosim, pulsovoy давление 60 dan yuqoriga bo'ladi. Uchinchi yana eng ko'p uchraydigan sabablar bu qalqon somon bez funksiyasining oshishi gipertireozda va yana bir sababi anemiyada mana shu yuqori puls bosimi kuzatilishi mumkin. Endi davolash qismiga o'tadigan bo'lsak, past pulsli bosimlar farqi past bo'lgan yoki bosimlar farqi yuqori bo'lgan bemorlarda erta aniqlash va ularni erta davolashga kirishish zarur hisoblanadi. Chunki mana shu puls bosimi pastligi yoki yuqoriligi odatda yurak va qon tomir kasalliklar xavfini yana ham oshiradi. Infarkt bo'lish, insult bo'lish xavfini, yurak yetishmovchiligi, nishona a'zolar kasallanish xavflarini juda ham oshiradi. Bosh miyada qon aylanishining surunkali buzilishlariga, kognitiv buzilishlarga, xotira, diqqat pasayishlariga olib keladi. Demak, davolash birinchisi, demak, turmush tarzini, sog'lom turmush tarzini boshlashdan iborat bo'ladi. Zararli odatlardan voz kechish, ortiqcha tana vaznidan yoki kam harakatlilikdan qutulish, mana shunga qaratilgan tadbirlar amalga oshiriladi. Puls bosimi katta bo'lgan bemorlarda, demak, qon bosimini tushiruvchi har qanday tipdagi dorilar qo'llaniladi, lekin bunda bular faqatgina tanlab sistalik qon bosimiga emas, balki diastalik qon bosimiga ham ta'sir ko'rsatadi. Lekin dorilar orasida amlodipin va indapamid dorisi sistalik qon bosimini diastalik qon bosimiga nisbatan ko'proq tushirgan va mana shu puls bosimi katta bo'lgan bemorlarda qo'llaganimizda ushbu dorilarni, demak, yengil o'zlashtirgan va ularning samarali effektlari ko'p bo'lgan va nojo'ya ta'sirlari kam bo'lgan. Bu o'sha klinik tadqiqotlarda kuzatilgan va boshqa dorilarga nisbatan samaraliroq ekanligi aniqlangan. Va yana o'sha boshqa kasalliklar hisobiga kelib chiqadigan, masalan, buyrak arteriyalarini ahamiyatli stenozlarida, buyrak arteriyalarini stentlash orqali bartaraf etish yoki qalqon somon bez kasalliklarini davolash yoki klapan, aortal klapanning yetishmovchiligi yoki stenozining og'ir darajalarida albatta bu holatlarni operativ yo'l bilan to'g'rilash, korreksiyalash kerak bo'ladi. Medikamentoz dorilar bilan davolash bu yerda kam samarali yoki samarasiz bo'lib hisoblanadi. Bugungi mavzumiz mana shu qon bosimining o'rtasida farqlari kichik bo'lgan va juda katta bo'lgan holatlar haqida edi. Sizda ham mana shu turdagi, tipdagi qon bosimlari kuzatilgan bo'lsa, izohlarda yozing. Savollarga albatta javob beramiz.